Bir xonali kvartira bo'lsa ko'rsatib yuborasizmi deganlar uchun assalomu alaykum Angren shahri, Angrenda yashovchilar. Sizlar uchun Angren shahar 5-1 B dahasidan 20-domning shundoqqina 8-qavatidan bir xonali kvartira topib qo'yganmiz. Videoni boshidan narxini aytib o'taman. Bu uyimiz uchun uy egalari $19,200 deb narx so'rashyapti. Kirganimizda to'g'rimizda mana bunaqa zal qismimiz, chapimizda esa oshxonamiz. Mana bu katta eshigimiz. Ko'rib turibsiz, katta eshikni. Shundoq kirib kelganimizda chap qo'limizda hojatxonamiz joylashgan. Hojatxonamiz bilan yuvinish xonamiz, bilasiz, bir xonali kvartiralarimizda bitta bo'ladi. Suvlarimizda muammo yo'q deyishyapti. Mana hojatxonalarimiz ham o'rta sharoitda va bundan o'tganimizda aytganda uyimizda hamma narsa qolinadi. Ya'ni ko'rib turadigan narsalaringiz mana bu avtomat kir mashinalarimiz bo'ladimi, muzlatgichlarimiz bo'ladimi? Hatto mana bu o'sha kiyim ilgichlar ham tashab ketiladi va kirganimizda mana bunaqa ugaloklar, xalq tilida aytganda ugaloklar deyiladi. Bularimiz gazdan, suvdan, svetdan, bilasiz, 5-1 B dahasida muammo yo'q. Bu joyimizda dudboronlarimiz, gaz plitalarimiz hammasi qoladigan sharoitda. Xo'p, pardalarimiz ham. Ugaloklar aytganimdek yosh oila bo'ladigan bo'lsa, mana bu joyga kelib turib o'tirib, mazza qilib ovqatlanadigan sharoitda. Endi katta eshigimizdan shundoq kirganimizda to'g'rimizdagi xona. Bu joyimizda mana bitta ta'mirlarga e'tibor berib qo'yasiz. Aboylarimiz yaxshi sharoitda. Oynalarimiz aytgandek akfadan qilingan, hamma oynalarimiz. Bu joyimizda qoladigan o'sha bu televizorimiz, shkaflarimiz ham tashab ketiladigan sharoitda ekan. Qishda issiq bo'ladi deyishyapti, chunki eshiklarimiz ham akfadan, bu otoplenyalarimiz ham bor, hammasi. Va balkon qismiga keladigan bo'lsak, balkonimiz 1,5 ga alt holatida, bundan 9-qavatga ham chiqib ketsangiz bo'ladigan sharoitda ekan. Tapchanlar bilan birga qilib qo'yishgan. Ko'rib turibsiz. Endi mana bunaqa sharoit. Ya'ni bu tomonimizda Angren shahridagilar biladi, Uchquduq. Shundoqqina Uchquduq choyxonasini qarama-qarshisidagi dom, 8-qavatdamiz mana. 8-qavat, terrasa ham yaqingina ko'rib o'tiradigan sharoitda. Yuqorini sevadiganlar uchun ancha yaxshi bo'ladigan. Xo'p, ekspertlarimizga endi yuzlanamiz. O'sha o'zini mutaxassislari bemalol izohlarda yozib ketsa bo'ladi. $19,200 ga bu uyimiz arziydimi, yo'qmi? Sizga mana shunaqa uy qidirib yurgan tanishlaringiz bo'lsa yo o'zingiz uchun bo'ladigan bo'lsa ham pastda telefon raqamlarini qoldiramiz. Bemalol telefon qilib turib gaplashib baraka qo'rsangiz bo'ladi. Aytganimdek 19,200 ga arziydimi? Sunnatiga 1-2 so'm o'tib beramiz deyishyapti uyimiz egalari. Bemalol telefon qilib baraka qo'rsangiz bo'ladi. O'zingiz fikrlaringizni ham yozishni unutmang. Har bitta ko'ruvchini, kuzatuvchini fikrlari biz uchun juda ham muhim. Obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarimiz Angren shahrini qayerdan bo'lishini xohlaysiz? Bu haqida ham fikrlaringizni yozib keting.